Tibbiyot talabasi sifatida menga umuman farqi yo'q bo'lgan narsalar. Birinchidan, menga suvni bir necha marta qaynatish mumkin emas degan afsonaga umuman farqi yo'q. Chunki suvni qayta qaynatganimizda u zaharga aylanmaydi. Og'ir metallar yoki sizni qo'rqitadigan deyteriy paydo bo'lmaydi. Faqat suv bug'langani sababli minerallar miqdori biroz oshishi mumkin, lekin u odam organizmiga xavfsiz. Ikkinchidan, menga xlorofilga umuman farqi yo'q. Chunki men o'simlik emasman va menga fotosintez uchun xlorofil kerak emas. Ko'pchilik xlorofilni ichib u organizmni tozalaydi, detoks qiladi, teri hidini kamaytiradi deb o'ylaydi. Lekin bunaqa ta'sirlar ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Men uchun xlorofil shunchaki navbatdagi trend. Uchinchisi bu detoks kokteyl va choylar. Men bunaqa narsalarga ham ishonmayman, chunki bu narsalar ham organizmni tozalamaydi. Organizmni tozalash bilan buyraklar va jigar shug'ullanadi. Hech qanaqa detoks choylar emas, bu shunchaki marketing. Shunaqa fikrlarga aldovga tushmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Всем пока.